ilmiy darajalar beruvchi PhD 0312 02 2025 PET 16701 raqamli ilmiy kengashining tarkibi 19 kishidan iborat etib tasdiqlangan. Bugungi 10-son ilmiy kengash majlisida 19 nafar a'zodan 13 nafar offline va 6 nafari online ishtirok etmoqda. Majlisni olib borish uchun vakolat yetarli. Kengashni ochish haqida qanday takliflar bor? Ochilsin degan taklif chiqdi. Kim ushbu taklifga rozi bo'lsa, qo'l ko'tarib muloqot qilsin. Rahmat. Rozilar, qarshi, betaraflari yo'q. Bir ovozdan ma'qullandi. Hurmatli kengash a'zolari, bugungi yig'ilishimiz kun tartibida Buxoro davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi Akramova Gulhayo Mehriddin qizining bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining deontologik ko'nikmalarini rivojlantirish mexanizmlari mavzusidagi pedagogik fanlar bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etgan dissertatsiya himoyasi. Kun tartibi bo'yicha ilmiy kengash a'zolaridan qanday takliflar bor? Tasdiqlansin degan taklif tushdi. Kim ushbu taklifga rozi bo'lsa, qo'l ko'tarib ovoz berishni so'rayman. Rozilar, qarshi, betaraflar yo'q. Rahmat, bir ovozdan qabul qilindi. Kun tartibidagi masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. Dissertatsiya Buxoro davlat universitetida bajarilgan. Ilmiy rahbar Ma'murov Bahodir Baxshuloyev, pedagogika fanlari doktori, professor. Rasmiy opponentlar Qurbonova Gulnoz Negmatovna, pedagogika fanlari doktori, professor va Boltayeva Muxchehra Jamshid qizi, pedagogika fanlari doktori, dotsent. Yetakchi tashkilot Navoiy davlat universiteti. Talabgor topshirgan hujjatlarning asosiy mazmuni bilan tanishtirish uchun so'z ilmiy kengashning ilmiy kotibi, pedagogika fanlari doktori, professor Akramova Gulbahor Rematova. Rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, ruxsatingiz bilan Akram va Gulhayo Mehriddin qizi haqidagi ma'lumotlar bilan tanishtirib o'tsam. Akram va Gulhayo Mehriddin qizi 1991-yil 25-yanvar Buxoro viloyati Jondor tumanida ziyoli oilada tug'ilgan. Millati o'zbek, oilali, bir nafar farzandi bor. 1997-2006 yillarda Jondor tumanidagi 47-umumiy o'rta ta'lim maktabini, 2006-2009 yillarda Buxoro yuridik va maishiy xizmat kasb-hunar kolleji huquqshunoslik yo'nalishini tugatgan. 2011-2015 yillarda Buxoro davlat universiteti jismoniy madaniyat yo'nalishi bo'yicha bakalavr, 2015-2017 yillarda jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi mutaxassisligi bo'yicha magistraturada tahsil olgan. Mehnat faoliyatini 2017 yil Buxoro shahar 9-umumiy o'rta ta'lim maktabida jismoniy tarbiya fani o'qituvchiligidan boshlagan. 2019-2023 yillarda Buxoro davlat universiteti sport nazariyasi va metodikasi kafedrasi o'qituvchisi lavozimida, 2023 yildan to hozirgi kunga qadar Buxoro davlat pedagogika instituti jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi kafedrasi katta o'qituvchisi lavozimida faoliyat yuritib kelmoqda. Pedagogik staji 9 yil. Akram Gulhayo Mehriddin qizi 2022 yildan Buxoro davlat universiteti tadqiqotchisi sifatida ilmiy ish olib bormoqda. Ilmiy rahbari pedagogika fanlari doktori, professor Bahodir Ma'murov Baxshuloyev rahbarligida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining deontologik ko'nikmalarini rivojlantirish mexanizmlari mavzusida tadqiqot ishini yakunlagan. Akram va Gulhayo Mehriddin qizining pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiyasi Buxoro davlat universitetida bajarilgan. Talabgor tomonidan tadqiqot ishini bajarish jarayonida 17 ta ilmiy ish chop etilgan, 2 ta o'quv qo'llanma, oliy attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalari asosiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 15 ta maqola, shundan 2 tasi xorijiy va 5 tasi respublika nashrlarida nashr etilgan. Malakaviy imtihonlarni chet tili, ingliz tilidan 72 ballda, pedagogika nazariyasi, pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosligi bo'yicha 72 ball bilan baholangan. Fanlar farqini qo'shimcha fanlardan pedagogika nazariyasi va tarixi 74 ball,
pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat 75 ball, mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasidan esa 78 ball bilan baholangan. Dissertatsiya ishi e'loni OAK saytida 6 dekabr 2025-yilda e'lon qilingan va O'zA veb saytida 16 dekabr 2025-yilda Zionet dissertatsiya himoya kuni bo'yicha institutning saytlarida e'lon qilib borilgan. Himoya uchun talab qilinadigan barcha hujjatlar O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi talablari asosida rasmiylashtirilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Dissertantning shaxsiy hujjatlari bo'yicha ilmiy ko'rgazma savollar bormi? Rahmat. Dissertatsiyaning asosiy mazmuni bilan tanishtirish uchun so'z navbati talabgorga beriladi. Reglament 20 daqiqaga. Marhamat, so'z navbati. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi a'zolari. E'tiboringizga havola etilayotgan 3.001 pedagogika nazariyasi, pedagog ta'limotlar tarixi ixtisosligidan pedagog fanlar bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarni deontologik ko'nikmalarini rivojlantirishning mexanizmlari mavzusidagi dissertatsiyaning qisqacha mazmuni bilan tanishtirib o'tsam. Ilmiy rahbarim pedagog fanlar doktori professor Mamnun Bahodir Baxshullayev. Tadqiqot mavzusining dolzarbligi va zarurati. Dunyoda global ta'lim transformatsiyalar sharoitida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy motivatsiyasini oshirish, shaxsiy ijodiy potensialini rag'batlantirish, ta'lim-tarbiya masalalarini muvaffaqiyatli hal etish, hissiy hamda jismoniy sifatlarni uyg'un rivojini ta'minlash texnologiyalari amaliyotga keng tatbiq etilmoqda. Ayniqsa bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy kamolotini ta'minlashga yo'naltirilgan fundamental loyihalar amalga keng tatbiq etilmoqda. Ommaviy ravishda bajarilayotgan mas'uliyatni namoyon etishda va barqaror pedagog imijni shakllantirishda xizmat qiluvchi loyihalar amalga oshirish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Jahonning ilg'or ilmiy tadqiqot institutlari va xalqaro markazlarida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbga bo'lgan barqaror munosabati, xulq-atvorlarni, normalarni maqsadli tarzda kodifikatsiyalash, qat'iy tartibga solingan ijtimoiy madaniy me'yorlarni shakllanishi, pedagogik voqelikni yanada sezgir va aniq anglash, o'zlarini pedagog faoliyatini tartibga solishga qaratilgan bir qator tadqiqotlar olib borilmoqda. Shu bilan birga zamonaviy raqamli ta'lim muhitida oliy malakali kadrlarga qo'yiladigan yangicha talablar jismoniy tarbiya o'qituvchilarini o'z xulq-atvorlarini shakllantirishda hamda pedagog faoliyatini etik talablarini kasbiy axloqiy qadriyatlarga muvofiq tashkil etish mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasining pedagogning maqomi to'g'risidagi qonunida pedagog o'z kasbiy faoliyatida ta'lim oluvchilarning psixologik, o'ziga xos xususiyatlarini va jismoniy ruhiy salomatligi va fiziologik rivojlanganligini hisobga olishiga alohida ehtiyoj bo'lgan shaxslarga o'qitish jarayonida yaratilgan shart-sharoitlarga e'tibor qaratishi va ularni kamsitmaslik, pedagog etik qoidalarga amal qilishi va ularni jismoniy tarbiya o'qituvchilari kasbiy deontolog faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirishning pedagog mexanizmlarini kengaytirmoqda. Ushbu tadqiqotimizda quyidagi normativ huquqiy hujjatlar asos bo'lib xizmat qiladi. Muammoni o'rganilganlik darajasi respublikamiz olimlari tomonidan o'qituvchilarni deontologik kompetensiyalarini rivojlantirish, deontologik yondashuv asosida talabalarda muloqot madaniyatini rivojlantirish texnologiyalari, ta'limiy qadriyatlar asosida o'qituvchilarni tayyorlash, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini insonparvarlik, pedagog aksiyologiya, pedagogika taktika va nazokatni tarkib toptirishda Bazarova, Mamurov, Olimov, Boltayev, Qudrat va Kenjaboy va Qoliqovlar tomonidan tadqiq etilgan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari olimlaridan Doroshenko, Zarina, Kertayeva, Livetan, Medvedeva, Nikitina, Yakubsonlar tomonidan pedagog deontologiyaning rivojlanishi, o'qituvchining deontologik tayyorgarligi, kasbiy va shaxsiy
kompetensiyalar, kasbiy faoliyatni o'qituvchining shaxsiga ta'siri, kasbiy va shaxsiy destruktura va deformatsiyalarni profilaktikasi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borganlar, xorijiy olimliklardan Bentham, Davis, Short va boshqa bir qator olimlar pedagogning axloq va qonunchilik asoslari, deontologiya mehnat axloqining fundamental asoslari, pedagog deontologiya ya'ni mehnat va o'sha fundamental asoslar bilan qadriyatli yo'nalganlikni ya'ni tarkib toptirishga doir tadqiqotlar olib borganlar. Tadqiqotning maqsadi bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini deontologik ko'nikmalarni rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirishga oid tavsiyalar ishlab chiqishdan iboratdir. Tadqiqotning obyekti bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini deontologik ko'nikmalarni rivojlantirish jarayoni talab olingan bo'lib, Ajinyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, Shahrisabz davlat pedagogika instituti, Buxoro davlat pedagogika institutidan 318 nafar talaba ishtirok etgan. Tadqiqotning predmeti bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini deontologik ko'nikmalarni rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirishning shakl, metod va vositalarini tashkil etadi. Tadqiqotning maqsadidan kelib chiqib, biz quyidagi vazifalarni belgilab oldik. Birinchi, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini deontologik ko'nikmalarni rivojlantirishning pedagog imkoniyatlarini aniqlash va tahlil qilish. Ikkinchi, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini deontologik ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan mexanizmlarni ishlab chiqish. Uchinchi, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini deontologik ko'nikmalarni rivojlantirishning pedagogik modelini ishlab chiqish. To'rtinchi, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini deontologik ko'nikmalarni rivojlantirish samaradorligini aniqlash, takomillashtirish yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot vazifalaridan kelib chiqib, biz quyidagi ilmiy yangiliklarga erishdik. Birinchi, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini deontologik ko'nikmalarni rivojlantirishning pedagog imkoniyatlari, pedagog burch, majburiyat, shaxsiy mas'uliyat va professional axloqiylikni jismoniy tarbiya jarayonida ijtimoiy pedagog missiyasi bilan uyg'unlashtirish asosida aniqlanganligi. Ikkinchisi, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini deontologik ko'nikmalarni rivojlantirishning mexanizmi, kognitiv, motivatsion qadriyatli, kreativ rivojlantiruvchi komponentlar, jismoniy yuklamalarni to'g'ri taqsimlash, tibbiy gigiyenik va profilaktik funksiyalarga ustuvorlik berish asosida takomillashtirilgan. Uchinchi, talabalarni deontologik ko'nikmalarni rivojlantirish modeli, mazmunli jarayonli bloki, mashg'ulotlar jarayonida jamoada o'z o'rnini topishi, diagnostik, didaktik, insonparvarlik paradigmasi asosida raqobat muhitini yaratish, interfaol texnologiyalarni refleksiv jihatdan kengaytirish, shaxsning deontologik rezonans darajasini faollashtirish orqali takomillashtirilgan. To'rtinchi, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini deontologik ko'nikmalarni rivojlantirish jarayoni samaradorligi, faoliyatli refleks, kognitiv amaliy, intellektual ijodiy mezonlarning tadrijiy baholash, yuqori, o'rta, past darajalarda muvofiq transformativ dinamikasini o'sishini ta'minlash asosida takomillashtirilgan. Dissertatsiyamizning birinchi bobida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining deontologik ko'nikmalarni rivojlantirishning nazariy asoslari deb nomlangan mazkur bobimizda kasbiy tayyorgarlik jarayonida deontologik ko'nikmalarning shakllanishining ilmiy pedagog dolzarbligi, jismoniy tarbiya o'qituvchilarining deontologik ko'nikmalarni rivojlantirishning nazariy yo'nalishlari va tendensiyalari xususida fikr yuritiladi. Jumladan, o'qituvchining axloqining ta'rifi olimga qarab farq qiladi. Kembel buni o'qitishda e'tibor berish kerak bo'lgan nomoddiy narsa deb ta'riflagan. Li esa o'qituvchilarning sifati va xulq-atvor standartlariga ishora qilishini taklif qiladi. Liu esa o'qituvchilarning axloqiy xarakteri, xulq-atvor kodeksiga muayyan ta'lim amaliyotida shakllangan g'oyalar yig'ini sifatida belgilaydi. Talabalarning axloqiy rivojlanishi nuqtai nazaridan Drew jismoniy faollik va axloq o'rtasida bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi. Bunda o'qituvchilar jismoniy tarbiya mashg'ulotlari orqali o'z o'quvchilariga, ya'ni axloqiy rivojlanishida muhim rol o'ynashlarini va ularga katta ta'sir ko'rsatishi haqida taklif beradi. Jones esa jismoniy tarbiya o'qituvchilarini o'zlarining fazilat tuyg'ularini rivojlanishida jismoniy mashg'ulotlarda namoyon bo'ladigan namuna rolini o'ynash mumkinligini taklif qiladi. Tadqiqot
natijasi shuni ko'rsatadiki, pedagog kasb egalari, ayniqsa jismoniy tarbiya yo'nalishidagi mutaxassislar o'quvchilarni bevosita ta'sir etishi muhim omil sifatida qaraladi. Misol uchun, Tanzaniya maktablarida o'qituvchilar ishtirokida maktab ichida va maktablararo musobaqalarda maktab sport paytida zo'ravonlik holatlari, adolatsizlik o'yin xatti-harakatlari haqida anekdotlar, ayblovlar keng tarqalganligini ko'rsatadi. Shuningdek, Amerika, Afrika mamlakatlarida, boshqa bir qator mamlakatlarda maktablararo sport musobaqalarida jismoniy zo'ravonlik va axloqiy qoidabuzarliklarning ko'payishini ko'rsatadi. Jismoniy tarbiya o'qituvchilar uchun tez sodir bo'ladigan axloqiy huquqbuzarlik holatlariga asoslanib, Tanzaniya mamlakatida professional axloq kodeksiga rioya qilish haqida fikrlar o'rganib chiqiladi. Olingan natijalar shuni anglatadiki, jismoniy tarbiya o'qituvchilari pedagog texnik talablar mezonlarining yuqori darajada bajarishlarini ko'rsatilgan bo'lsa-da, amaliyotda bu har doim ham o'z tasdig'ini topmagan. Qadimgi zamonda Konfutsiy Xitoy o'qituvchilariga odob axloqning yuqori talab va me'yorlarini qo'yib, o'qituvchilar odob axloqiga o'z o'quvchilarini tarbiyalashda hech qachon charchamang, boshqalarga namuna bo'ling, mas'uliyatli bo'ling, halol va odobli bo'lishni targ'ib etadi. An'anaviy Konfutsiy madaniyati tarixida Xitoy hukumatining pedagogikasini rivojlanishda o'qituvchilar etikasining ahamiyati bir necha bor ta'kidlab kelgan. Biroq amaldagi siyosat asosan o'qituvchilarga qaratilgan va jismoniy tarbiya o'qituvchilarining axloqi bo'yicha siyosat ham, harakatlar ham ko'rsatilmagan. So'nggi bir necha yil ichida jismoniy tarbiya o'qituvchilarining axloqiy qoidabuzarlik holatlari tez ommaga e'lon qilinib, o'qituvchilarning oliy janob imijiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu holat esa jismoniy tarbiya sifatini pasayishiga sabab bo'lmoqda. Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining axloqiy professional sifatlarini baholash mezonlarini ishlab chiqish ta'lim nazariyasi va amaliyotida dolzarb ilmiy pedagog vazifa hisoblanadi. Deontologiya atamasi, deontologiya so'zi yunoncha so'zdan olingan bo'lib, deontos burch, majburiyat degan ma'noni anglatadi. Ya'ni burch haqidagi ta'limot ma'noni anglatadi. Mazkur tushunchani ilk bor ingliz filosofi, huquqshunos, iqtisodchi, London universiteti asoschilaridan biri Jeremy Bentham tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan. Deontologiya fanining turli kasbiy sohalarga tatbiq qilinishi zamonaviy ilmiy izlanishlar keng ko'lamli yo'nalish sifatida qaranmoqda. Jumladan, pedagog deontologiya o'qituvchining kasbiy faoliyatida burch, mas'uliyat, axloqiy qadriyatlarga asoslangan xulq-atvor, shuningdek, uning professional axloqini tamoyillarini o'rganishga qaratilgan ilmiy sohaga aylanmoqda. Umumiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, deontologiya fani turli sohalarda kasbiy axloqiy burchni belgilovchi nazariy metodologik tizim sifatida shakllanib, nafaqat shaxsning, balki jamiyatni ham barqaror rivojlanishda muhim konseptual o'rin egallaydi. Tahlillar natijasi hozirgi vaqtda pedagog deontologiya mustaqil fan sifatida paydo bo'lib, biroq uning rivojlanish jarayoni ko'plab munozaralar va hal etilmagan muammolar yetarli darajada o'rganilmaganligini alohida ta'kidlab o'tish joiz. Bizning fikrimizcha, deontologiyaning rivojlanishi ijtimoiy pedagogik shart-sharoitlar eng avvalo oliy ta'lim tizimida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy ehtiyojlari, ijtimoiy vazifalar majmuasi bilan belgilanadi. Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy burch qadriyatlariga asoslanganda insonparvarlik dunyoqarashlariga ega bo'lishlari talabalarning kasbiy va shaxsiy rivojlanishiga ko'maklashadilar. Bu esa ularning pedagog jarayonning teng huquqli subyekt sifatida qabul qilishi, ya'ni samarali o'zaro muloqot o'rnatishi, kasbiy shakllanish jarayonini qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. Kasbiy deontologiyada belgilangan sohalarda, ya'ni kasbiy xulq-atvor normalarini mazmunini quyidagi jadvalda aks ettirdik. Bunda asosan yo'nalishlar, me'yoriy hujjatlar, kasbiy huquqiy atvor normalar asosida mazmunlari takomillashtirilgan jarayonlar. Yuqoridagi manbalarning tahlili shuni ko'rsatadiki, xorijiy va mahalliy ilmiy izlanishlarda bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining deontologik tayyorgarligini shakllantirishga oid konseptual asoslar, samarali shakl, metodlar hali to'laqonli yoritilmagan.
Ushbu tafovut mazkur tadqiqotning asosiy muammosini belgilash imkonini beradi. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarning deontologik tayyorgarligi qanday yo'l bilan tashkil etish va bu jarayon uning kasbiy shakllanishida qanday ahamiyat kasb etishi. Mazkur muammo sifatida bir qator ilmiy savollar shakllanadi. Jismoniy tarbiya o'qituvchisining deontologik tayyorgarligi mazmun jihatdan nimalarni o'z ichiga oladi? Uning shakllanishining samarali mexanizmlari va metodik asoslari qanday? Deontologik tayyorgarlik o'qituvchining kasbiy kompetensiyalari va shaxsiy fazilatlarini rivojlanishda qanday rol o'ynaydi? Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining deontologik tayyorgarlik qanday nazariy va metodologik qoidalarga asoslanadi? Jismoniy madaniyat o'qituvchilarining deontologik tayyorgarligi shakllanish jarayoni samarali bo'lishi uchun ma'lum bir pedagogik sharoit yaratish zarur. Bunday sharoitlar avvalo o'quv tarbiya jarayonining ma'naviy axloqiy tamoyillariga asoslanishi, talabalarning mas'uliyat, burch, insonparvarlik, kasbiy axloqiy me'yorlarga rioya qilish madaniyatini shakllantirish bilan bog'liqdir. Ikkinchi bobimiz bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining deontologik ko'nikmalarini rivojlantirishning didaktik mexanizmlar deb nomlanadi. Ushbu bobimizda bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy deontolog faoliyatga tayyorlashning mazmuni, texnologiyalari, takomillashtirilgan model yuzasidan ilmiy nazariy qarashlar va mualliflik yondashuvlar aks ettirilgan. O'qituvchiga zarur bo'lgan kasbiy fazilatlar haqida qarashlar, ya'ni tarixiy evolyutsion tahlillar shuni anglatadiki, jamiyat taraqqiyoti davomida pedagog shaxsiga qo'yilgan talablar, shakllangan g'oyalar ko'plab jihatdan mavjud ijtimoiy madaniy omil sifatida ta'sir ostida rivojlangan. Ta'lim jarayonida kasbiy tayyorgarlik va pedagogik tayyorgarlik tushunchalari o'zaro chambarchas bog'liq. Ular bir-birini to'ldiruvchi hamda integrativ mazmunga ega kategoriyalar sifatida namoyon bo'ladi. Birinchi, ikkinchi tushunchadan kelib chiqqan. Kasbiy tayyorgarlik bu mutaxassisning pedagog tayyorgarlik bo'lgan, ya'ni shaxsiy integratsion sifatini shakllantirishni ta'minlashning dinamik jarayonidir. Bir qator olimlar tayyorgarlik jarayoni muayyan faoliyatni samarali va muvaffaqiyatli amalga oshirishning muhim sharti deb bilishsalar, tayyorgarlikning, ya'ni o'sha natijadorligini tayyorlik atamasi bilan bog'laydilar. Xulosa qilib aytganda, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchisining deontologik tayyorgarligi kognitiv motivatsion, amaliy, operatsion, ijodiy va hissiy emotsional tarkibiy qismlardan tashkil topgan bo'lib, mazkur birlikda pedagogning salohiyatini axloqiy me'yorlarga asoslanib, faoliyatning hamda ta'lim jarayonini samaradorligi, hamkorligini ta'minlashga ham omil sifatida namoyon bo'ladi. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining deontologik ko'nikmalarini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish modeli aks ettirilgan. Bunda asosan biz 5 ta blokga bo'lganmiz. Birinchisi maqsad va funksiya blok, ikkinchisi metodolog blok, uchinchisi mazmunli jarayonli blok, to'rtinchisi tashkiliy blok, beshinchisi esa natijaviy blokdan iborat. Dissertatsiyamizning 3-bobi bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining deontologik ko'nikmalarini rivojlantirish mexanizmini takomillashtirish jarayoni deb nomlanadi. Bunda asosan tajriba sinov ishlari tashkil etilgan, metodik va o'sha tajriba sinov ishlari natijalari tahlillari yoritib borilgan. Tajriba sinov davomida quyidagi pedagog vazifalar bajarilgan, vazifalar hal qilingan. Birinchisi tajriba sinov maydonlari aniqlangan, ikkinchisi tajriba sinov muddatlar va bosqichlar belgilangan, uchinchisi respondentlar soni belgilab olingan, tajriba va nazorat guruhlariga ajratilgan. Tajriba sinov materiallari tayyorlangan, pedagogik va psixologik metodikalar yordamida bo'lajak o'qituvchilarning deontologik kompetensiyasini rivojlantirish darajasi aniqlangan va tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan model, pedagogik shart-sharoitlar tajriba sinov jarayonida sinovdan o'tkazilgan. O'tkazilgan 3 ta oliy ta'lim muassasasida natijalar bizga shuni ko'rsatadiki, tajriba guruhidagi ko'rsatkichlar nazorat guruhiga nisbatan 11% yuqori ekanligini ma'lum bo'ldi. Xulosa va tavsiyalar avtoreferatda ko'rsatib o'tilgan. Tavsiyalarimiz: birinchi, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining shaxsiy psixologik sifatlari va kasbiy tayyorgarlik doirasida tolerantlik ko'nikmalarini rivojlantirish. Ikkinchi tavsiyamiz: bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida
deontolog kasbiy madaniyatni rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish. 3-chi bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini deontolog faoliyatga tayyorlashning pedagog psixolog asoslarini takomillashtirish. Tavsiyalar shulardan iborat. Rahmat. Savatgor Akralov Qayometov qizi tadqiqot ish yuzasidan asosiy fikr mulohazalarini bayon etdi. Marhamat, kimda qanday savollar bor? Pedagog fanlar doktori professor Qo'ldoshev Rustamбек Abizmurodovich. Marhamat. Tadqiqotchiga Yo'z bo'ling. uchta aniqlashtirish savolim bor edi. Birinchisi, o'sha tajriba sinov natijasida qanday deontologik sifatlar shakllandi? Bu demakdan ikkinchisi, o'sha 6-chi betda muammoning o'rganilganlik darajasi. Sizda olib borgan tadqiqot yuqoridagi o'sha yerda keltirilgan olimlardan nimasi bilan farq qiladi? Uchinchisi, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari deontologik faoliyatga tayyorlashda qanday didaktik vositalardan foydalandingiz? Rahmat savolingiz uchun. Tushunarli savollar. Rahmat. Birinchi savolingizga quyidagicha javob. Tajriba sinov natijalarida o'sha bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining bir qator deontologik sifatlarini shakllandi. Bu mas'uliyat, halollik, adolat, insonparvarlik, pedagogik tark va hurmat, kasbiy refleksiya, intizom va namuna bo'lish jismoniy sifatlari shakllandi. Tajriba sinov jarayonida shakllangan deontologik sifatlar bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy, axloqiy, emotsional va amaliy tayyorgarligini kuchaytirish va ularning pedagog faoliyatining axloqiy, barqaror va samarali bo'lishini ta'minlaydi. Bu birinchi savolingizga javob. Ikkinchi savolingizga javobim, biz olib borgan tadqiqot boshqa olimlar olib borgan tadqiqotdan farqi shundaki, aynan bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagog imkoniyatlarini, ya'ni burchini, majburiyatini, shaxsiy mas'uliyatini, professional axloqiylikni jismoniy tarbiya jarayonida ijtimoiy pedagog missiyasi bilan uyg'unlashtirish asosida aniqlaganimiz va o'sha bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini deontolog ko'nikmalarni rivojlantirishning kognitiv, motivatsion, qadriyatli, kreativ rivojlantiruvchi komponentlarini, ya'ni jismoniy yuklamalarni to'g'ri taqsimlash, tibbiy, gigiyenik va o'sha profilaktik funksiyalarni to'g'ri tashkil etish jarayoni bilan farq qiladi tadqiqotimiz. 3-chi savolingizga javobim, biz tajriba sinov jarayonida quyidagi o'sha didaktik vositalardan foydalandik. O'qitishni verbal usullaridan foydalandik, multimedialardan, taqdimotlardan foydalandik va audio-vizual o'sha video lavhalardan foydalandik. Javoblar qoniqarli. Rahmat. Pedagog fanlar doktori professor Hizbullayeva Gulchehra G'aribova. Quyidagi savollar bilan murojaat qilmoqchiman. Mantiqiy davom sifatida bu savollarni siz tanlagan mavzu doirasida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini tayyorlashda qaysi mezonlarga asoslandingiz? Keyingi savolim, bu yerda birinchi rasm ostida model keltiryapsiz. Mavjud modelning biror qismini takomillashtirdingizmi yoki bu modelni yangidan o'zingiz yaratdingizmi? Rahmat. Tushunarlimi? Avvalambor katta rahmat savolingiz uchun ustoz. Birinchi savolingizga javobim, ya'ni bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining tayyorlashda baholash mezonlaridan asosan motivatsion, kognitiv, refleksiv, kommunikativ, qadriyatli o'sha baholash mezonlaridan foydalandik. Ikkinchi savolingizga javobim, asosan o'sha tadqiqotimizdagi yaratgan biz modelimizni biz yaratmadik, bu yaratilgan modelni takomillashtirdik. Tadqiqotchi sifatida ayrim tarkibiy qismlarni takomillashtirish, masalan umumiy tuzilmasi saqlab qolingan holatda modelimizga o'sha yondashuvlar, zamonaviy ta'lim texnologiyalarini tarkib toptirishdan farq qiladigan, ya'ni shaxsga yo'naltirilganlik metodlaridan foydalangan holda ular o'zgartirishlar kiritildik. Yondashuvlar, baholash mezonlari. Rahmat. Javoblar qoniqarlimi? Rahmat. Saidova Muxlim To'xlatova, pedagog fanlar doktori professor. Marhamat. Demak, mavzuingizni tinglash jarayonida menda ham bir nechta aniqlashtiruvchi savollar paydo bo'ldi. Demak, birinchi savolim o'zi bo'lsangiz bo'ladi. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining deontologik ko'nikmalarni rivojlantirish mexanizmlari deb nomlangan o'sha mavzungiz va mana shu mexanizmlar nimalarni o'z ichiga oladi? Birinchi savolim.
Ikkinchi savolim, birinchi vazifangizga qaratilgan bo'ladi. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida deontologik ko'nikmalarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlarini aniqlash degansiz. Qanday pedagogik? Marhamat. Birinchi savolingizga rahmat, savolingiz uchun so'z katta. Birinchi savolingizga javobim, biz o'sha jismoniy tarbiya deontologik ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonida qanday mexanizm, ya'ni kognitiv, motivatsion, qadriyatli, kreativ rivojlantiruvchi komponentlardan foydalandik va bu vaqtda jismoniy yuklamalarni to'g'ri taqsimlash, tibbiy gigiyenik qoidalarga rioya qilishni, profilaktik funksiyalarga, ya'ni o'sha xavfsizlik qoidalariga amal qilish funksiyalarini takomillashtirdik. Shu mexanizmlarni ishlab chiqdik. Keyingi savolingizga javobim, ikkinchi savolingizga shakllari Pedagogik imkoniyatlar. Qanday pedagogik imkoniyatlar aniqlandi? Qanday pedagogik imkoniyatlar aniqlandi? Bu vaqtimizda pedagogik imkoniyatlar deganimizda bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining asosan amaliy emotsional komponentlarni o'sha komponentlarga ustunlik berish asosida jismoniy tarbiya jarayonida o'qituvchilar bilan bevosita o'quvchilarni o'sha harakat, musobaqa, mashq qilish orqali, muloqot qilish orqali, masalan, sog'lomlashtiruvchi va xavfsizlikga o'sha salomatligi uchun ular javobgar, bevosita javobgar shaxs hisoblanadilar. Shu jamoada raqib muhit o'rtasidagi axloqiy me'yorlarga rioya qilishlari bo'yicha rioya qilishlariga amal ko'proq e'tibor qaratdik. Qanday o'sha shakllarda foydalanasiz rivojlantirish jarayonlarida? Guruhli, individual yakka tartibda, ko'pincha o'sha individual yakka tartibda guruhlarga bo'lib shug'ullanganmiz. Qonqarimiz javoblar. Rahmat. Bo'ymurodlar Gulzoda Toshtemurlar. Pedagoglar doktor professor. Mana hozir nutqingizda ham eshitdik, avtoreferatim ham uchraydi. Ijtimoiy pedagogik missiya. Nima tushunilyapti ijtimoiy pedagogik missiyada? Keyin bu pedagogik faoliyatda aynan bo'lajak o'qituvchilarni rivojlantirishda qanday vazifasi bor yoki qanday ahamiyatga ega? Ikkinchi savolim, hozir bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini deontologik faoliyat to'g'risida asosiy g'oyalar bildirildi. Boshqa fan o'qituvchilarni shu deontologik faoliyati bilan nimasi bilan farq qiladi ularning? Aynan bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchisini. Uchinchisi, slaydda ham ko'rdik, deontologik faoliyat komponentlari haqida to'xtaldingiz, hozir aytib o'tildi. Shu komponentlarning qaysi biri takomillashdi yoki yangi qo'shimchalar bilan yangi bir komponentlar kiritildimi? Mana shu tadqiqot yuzasidan olib borgan natijalarga tayangan holda. Rahmat javoblar uchun. Savollar tushunarlimi? Rahmat savolingiz uchun. Birinchi savolingizga javobim quyidagicha. Ijtimoiy pedagogik missiya deganda nima tushunadi? Ijtimoiy pedagogik missiya deganda ta'lim tarbiya jarayonining jamiyat manfaatlariga xizmat qilish tushuniladi. Ya'ni bu o'sha shaxsni ijtimoiy jihatdan barkamol qilib shakllantirish vazifasini bajaradi. Bu birinchi savolingizga javobim. Ikkinchi savolingizga javobim, jismoniy tarbiya o'qituvchilarining o'sha majburiyatlari boshqa fan o'qituvchilariga nisbatan aynan ular sog'lomlashtirishga, jismoniy tarbiya, ya'ni sog'lomlashtirishga jalb qilishlari kerak va ular ehtiyotkor o'sha xavfsizlik qoidalariga rioya qilishga va insonni salomatligi uchun javobgar shaxs sanaladilar boshqa fan o'qituvchilarga nisbatan. Masalan, ona tili yoki tarix, matematika bo'lsa, ular asosan bilim berishga, ya'ni aqliy jihatdan bilim berishga harakat qilsa, bizga faqatgina ular haqqi salomatligi uchun javobgarligi, o'sha strafovka uchun javobgar shaxs hisoblanadi. Salomatligi uchun Ko'proq. Strafovka salomatligi uchun texnik xavfsizlik qoidalariga rioya qilishni ta'minlaydi. Komponentlar takomillashdimi yoki yangi kiritildimi? Takomillashtirildi. Qaysilari? Kognitiv, motivatsion, qadriyatli, kreativ komponentlarni takomillashtirildi. Yuklamalarni, jismoniy yuklamalarni to'g'ri taqsimlash, u yerda
jismoniy yuklamalar, tibbiy gigiyena qoidalarida o'sha amal qilish jarayonlari takomillashtiriladi. Rahmat. Onlayn ishtirok etayotgan hurmatli ilmiy kengash a'zolarida savollar bormi? Yetarli degan taklif tushdi. Rahmat. Tavakkurining ilmiy rahbari, pedagogik fanlari doktori, professor Ma'mur Bahodir Bashulash ijobiy xulosalari mavjud va taqdim etilgan. So'z navbatini ilmiy seminarning xulosalari, yetakchi tashkilot taqrizi, dissertatsiya va dissertatsiya avtoreferati bo'yicha ilmiy kengashga kelib tushgan taqrizlar bilan tanishish uchun ilmiy kengashning ilmiy kotibi, pedagogik fanlar doktori, professor Akramova Gulbahor Rinatullarga beradi. Marhamat. Marhamat, siz Rahmat. Dissertatsiyaga yetakchi tashkilot sifatida Navoiy davlat universiteti belgilangan va Navoiy davlat universiteti pedagogika kafedrasining qo'shma yig'ilishi asosida kengaytirilgan majlisining 2025-yil 19-dekabrda ilmiy seminar majlisida ushbu dissertatsiya tadqiqot ishi muhokamadan o'tgan. Yetakchi tashkilotdan birinchi taqrizchi Navoiy davlat universiteti pedagogika kafedrasi professor, pedagogika fanlar doktori Raufova tomonidan taqriz berilgan va taqrizda bir qator yutuqlar bilan birgalikda mulohazali fikrlar ham aytib o'tilgan. Jumladan, tadqiqot ishida ayrim ma'lumotlar rasm shaklida berilgan, ammo yetarlicha ma'lumotlar bo'lishiga qaramasdan chizma, jadval, ya'ni axborotlarni vizual taqdim etish usullaridan kam foydalanilgan deb birinchi demak mulohaza bildirilgan. Ikkinchi, dissertatsiyaning ayrim sahifalarida g'aliz jumlalarni uchratish mumkin. Ikkinchi taqrizchi sifatida demak Navoiy davlat universiteti pedagogika kafedrasi dotsenti Lemonova tomonidan taqriz berilgan. Ushbu taqrizda kamchiliklar ko'rsatilmagan, ijobiy fikrlar bildirilgan va muhokama bayonnomasi yetakchi tashkilot xulosasi majlis raisi dotsent Umurzoqov, Sharipov, Kotib tomonidan rasmiylashtirilgan, imzolangan va Navoiy davlat universiteti ilmiy ishlar innovatsiyalar bo'yicha prorektor Hojiyev tomonidan tasdiqlangan. Bayonnoma qarorida esa dissertatsiya va avtoreferat ijobiy baholanib, ochiq himoyaga tavsiya etilgan. Shuningdek, dissertatsiya avtoreferatiga 8 ta taqriz kelib tushgan, jumladan bitta NDH davlatlari, bitta Yevropa davlatlari va 6 ta mahalliy respublikamizning oliy ta'lim muassasalaridan taqrizlar kelib tushgan. Birinchi taqriz Malpo akademiyasi, demak akademigi, kafedra mudiri, Moskva davlat universiteti kafedra mudiri Artamonova tomonidan ijobiy taqriz mavjud. Xristo Kuchukov tomonidan ijobiy taqriz mavjud. Tarbiya pedagogika instituti demak professori Rushana Meditova tomonidan ijobiy taqriz mavjud. Shu bilan bir qatorda 4-chi taqriz Chirchiq davlat pedagogika universiteti professor, pedagogika fanlar doktori Saudat Toshtemirova tomonidan berilgan. 5-chi taqriz Urganch davlat pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi mudiri Shabnam Yusufzoda tomonidan berilgan. 6-chi taqriz Shahrisabz davlat universiteti professori, pedagogika fanlar Notibzoda Akram Sohibov tomonidan ijobiy taqriz berilgan. 7-chi taqriz Termiz davlat universiteti professori, pedagogika fanlar doktori Shomirzayev tomonidan ijobiy taqriz berilgan. 8-chi taqriz demak Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti pedagogika kafedrasi dotsenti Vahobov tomonidan ijobiy taqrizlar kelib tushgan. Barcha taqrizlar va bilan xulosalab shuni ta'kidlash mumkinki, dissertatsiya avtoreferati dissertatsiyaga mos keladi. Akram va Gulhayo Mehriddin qizining pedagogika nazariyasi, pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosligi bo'yicha
bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining deontologik ko'nikmalarini rivojlantirish mexanizmlari mavzusidagi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga loyiq ekanligi qayd etilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Taqdirlar bo'yicha ilmiy kengash kotibiga savollar bormi? Rahmat. Birorta taqdirni to'liq o'qib eshittirishga zarurat bormi? Yo'q. Rahmat. Yetakchi tashkilot xulosasi va taqrizlarda bildirilgan fikr mulohazalar yuzasidan javob uchun so'z talabgor Akramova Gulxarid Mehriddin. Marhamat. Yetakchi tashkilot Navoiy davlat universiteti rahbariyati pedagogika kafedrasi a'zolariga Umurzoqovga, Sharipovga taqrizini pedagog fanlar doktori professor Raufova, ya'ni pedagog fanlar falsafalik doktori Neymonovalarni kamtarona mehnatimizni sinchiklab o'rganib, o'z xulosalarini berganliklari uchun minnatdorchilik bildiraman. Taqrizimga bildirilgan mulohazalarni quyidagicha munosabat bildiraman. Birinchi mulohazaga munosabat taqrizda berilgan ushbu mulohazalar inobatga olinib, tadqiqot ishini keyingi o'zlashtirishga kiritildi. Xususan, mavjud empirik tahlillar, ma'lumotlar asosida o'sha jadvallar, chizmalar, boshqa o'sha taqdimotlar vositalaridan foydalandi va kengaytirildi. Natijada tadqiqotda Buni deyishda mumkin emas sizlar. Siz oxirgi variantni aytib bergansiz, tuzatish kiritmaysiz. Kelgusida inovatga olamiz. Olamiz. Rahmat. Keyin ikkinchi mulohazamiz taqrizga berilgan o'sha mulohazani e'tiborga oldik va keyingi ishlarimizda buni inobatga olamiz. E'tiborlaringiz uchun. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, ijozatingiz bilan rasmiy opponentlarning chiqishlariga o'tdi. So'z navbati birinchi rasmiy opponent pedagogika fanlari doktori professor Qurbonova Gulnoz Negmatovnaga. Assalomu alaykum, ilmiy kengash raisi, a'zolar, Buxoro davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi Akramova Gulxarid Mehriddin qizining bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining deontologik ko'nikmalarini rivojlantirish mexanizmlari mavzusidagi 13.001 pedagogika nazariyasi pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosligida pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiyasiga taqdim. Hozirgi globallashuv va ta'lim tizimini modernizatsiyalash sharoitida pedagog kadrlar tayyorlash sifatida qo'yilayotgan talablar tobora ortib bormoqda. Bu jarayonda bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi nafaqat metodik va amaliy kompetensiyalarni egallash, balki ularning kasbiy axloqiy jihatdan yetuk shaxs sifatida shakllanishini ham taqozo etadi. Mazkur tadqiqot ishi bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining deontologik ko'nikmalarini rivojlantirish mexanizmlarini ilmiy nazariy jihatdan asoslash, ularning tarkibiy komponentlarini aniqlash hamda mazkur ko'nikmalarni kasbiy tayyorgarlik jarayoniga integratsiyalash orqali ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan. Shuningdek, tadqiqot natijalari bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini deontologik faoliyatda tayyorlashda amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi. Dissertatsiyaning birinchi bobida kasbiy tayyorgarlik jarayonida deontologik ko'nikmalarni shakllantirishning ilmiy pedagogik dolzarbligi yetarlicha asoslangan. Dissertant o'qituvchi axloqi tushunchasiga doir turli ilmiy yondashuvlar, Liu va boshqa qiyosiy tahlil asosida ilmiy tadqiqotlarni yoritgan, uning umumiy va farqli jihatlarini aniqlagan. Ayniqsa, o'qituvchi axloqining pedagogik faoliyat samaradorligi, ta'lim sifati hamda jamiyatning axloqiy rivojlanishidagi o'rni mantiqan asoslab berilgan. Bu holat tadqiqotning nazariy poydevori puxta shakllanganligidan dalolat beradi. Ishda deontologiya tushunchasining tarixiy falsafiy ildizlari olimlar tomonidan pedagogika, tibbiyot, psixologiya va ijtimoiy ish sohalaridagi zamonaviy talqinlari keng va tizimli yoritilgan. Ayniqsa pedagogik deontologiya masalasining mahalliy va xorijiy olimlaridan iborat ilmiy qarashlari asosida tahlil qilinishi tadqiqotning ilmiy salmog'ini oshiradi. Tadqiqot ishida
jismoniy tarbiya o'qituvchisining deontologik tayyorgarligi, kasbiy ta'limni insonparvarlik tamoyillari asosida tashkil etish, o'quvchilarni nafaqat jismoniy, balki axloqiy kamolotini ta'minlashdagi muhim omili sifatida asoslab berilgan. Deontologik tayyorgarlik tarkibiga kiritilgan komponentlar kasbiy burchni anglash, refleksiya, kommunikativ madaniyat, tolerantlik va empatiya ilmiy nazariy jihatdan asoslangan. Mazkur ishda pedagogik deontologiya rivojlanishining ijtimoiy psixologik va ijtimoiy pedagogik shart-sharoitlari tizimli ravishda tahlil qilingan bo'lib, dissertant masalaga zamonaviy ilmiy yondashuv asosida yondashgan. Xususan, pedagogik deontologiyaning rivojlanishi sog'ligi cheklangan shaxslarning ijtimoiy psixologik ehtiyojlari, shuningdek, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy ehtiyojlari va ijtimoiy vazifalari majmui bilan uzviy bog'liq holda asoslab berilgan. Tahlillar pedagogik deontologiyaning mustaqil fan sifatida shakllanib borayotganini tasdiqlaydi. Biroq uning rivojlanishida nazariy va amaliy jihatdan hali to'liq hal etilmagan masalalar mavjudligi asosli tahlil qilingan. Mazkur dissertatsiya ishida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining deontologik tayyorgarligini shakllantirish va rivojlantirish muammosi hamda kasbiy deontologiyaning nazariy, metodologik hamda amaliy jihatdan tizimli va kompleks tarzda tahlil etilgan. Tadqiqotda bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining deontologik ko'nikmalarini rivojlantirish jarayoni ijtimoiy pedagogik muhit, oliy ta'lim tizimida shakllanayotgan kasbiy ehtiyojlar hamda insonparvarlik tamoyillariga asoslangan dunyoqarash bilan uzviy bog'liq holda asoslangan. Dissertatsiyaning yana bir o'ziga xos jihatidan biri ishda pedagogik deontologiya va o'qituvchi shaxsiga qo'yilgan axloqiy kasbiy talablarning tarixiy shakllanish bosqichlari izchil va tizimli tarzda yoritilganligini alohida e'tirof etish lozim. Dissertant tomonidan qadimgi Yunonistonda, qadimgi Rim, o'rta asrlar uyg'onish davri pedagogik qarashlarini qiyosiy tahlil qilingan. Shu bilan birgalikda qadimgi Yunoniston faylosuflari Sokrat, Aflotun kabi Arastu qarashlarining tahlili orqali o'qituvchi faoliyatida jismoniy tarbiya, bilim, jamiyat va manfaatlariga xizmat qilish g'oyalarining ustuvorligi asosli tarzda ko'rsatib berilgan. Muallif tomonidan qadimgi Rim pedagogik qarashlariga bag'ishlangan tahlilda o'qituvchi shaxsining axloqiy fazilatlari, shogirdga muhabbat, individual yondashuv, o'z-o'zini tarbiyalash, o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Tadqiqotning ikkinchi bobida kasbiy tayyorgarlik tushunchasining psixologik va pedagogik talqinlari keng qamrovda tahlil qilingan. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchisining deontologik tayyorgarligi tushunchasiga qaratilgan axloqiy jihatdan yo'naltirilgan kasbiy tayyorlik darajasi sifatida talqin etilgan. Dissertant deontologik tayyorgarlikni pedagogning kasbiy burchini aniqlash darajasi, axloqiy me'yor, qoidalarga rioya etish, insonparvarlik qadriyatlarini qabul qilish va ularni real pedagogik vaziyatlarda qo'llash tayyorligi bilan bog'liq holda izohlaydi. Dissertant tomonidan kognitiv, motivatsion qadriyatli, amaliy, operatsion diagnostik, ijodiy va hissiy emotsional komponentlarning mazmuni batafsil ochib berilgan. Dissertatsiyada bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari va amaliyotdagi o'qituvchilarning deontologik me'yorlarini o'zlashtirish va qo'llash jarayonida duch kelayotgan real muammolar aniqlanganligidir. So'rovnoma natijalari orqali moslashuv, shaxsiy xulq-atvor, pedagogik hamkorlik va kognitiv faoliyat bilan bog'liq qiyinchiliklar foiz ko'rsatkichlari asosida ochib berilgan va bu tadqiqot xulosalarining ishonchliligini oshiradi. Tadqiqotning 3-bobi tajriba sinov ishlariga bag'ishlangan bo'lib, mazkur bobda muallif tomonidan ishlab chiqilgan konseptual yondashuv, pedagogik shart-sharoitlar, model va texnologiyaning amaliy samaradorligi ilmiy asosda yoritilgan. 3-1 paragrafda tajriba sinov ishlari tashkil etish mazmuni, metodikasi izchil va mantiqiy bayon etilgan. Dissertant tomonidan ishlab chiqilgan mezonlar, ko'rsatkichlar
va darajalar yuqori, o'rta, past tizimi deontologik tayyorgarlik dinamikasini aniq baholash imkonini bergan. Pedagogik amaliyotning mazkur jarayondagi o'rni asosli yoritilib, talabalarning real kasbiy faoliyatda tayyorlashdagi roli ilmiy jihatdan ochib berilgan. Pedagogik tajriba ishlarining matematik statistik tahlilda amalga oshirilgan. Shuningdek, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ishlab chiqilgan pedagogik model va joriy etilgan ta'lim texnologiyalari bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy deontologik tayyorgarligini samarali rivojlantirishga xizmat qilgan. Olingan ilmiy dalillar bu mexanizmning oliy ta'lim muassasalarida keng qo'llanilishi va professor o'qituvchilar faoliyatida istiqbolli yo'nalish sifatida qabul qilinishini asoslaydi. Natijada dissertatsiyadagi ilmiy xulosalar, metodik tavsiyalar va amaliy mexanizmlar bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining deontologik ko'nikmalarini shakllantirishda samarali vosita sifatida namoyon bo'ladi. Ular talabalarning kasbiy tayyorgarligini mustahkamlash bilan birga ta'lim jarayonida yuksak axloqiy qadriyatlarning qo'llanilishiga ham xizmat qilishini aniqlandi. Tadqiqot ishida erishilgan yutuqlar bilan birgalikda ayrim juz'iy kamchiliklar ham uchraydi. Jumladan, diagramma va jadval izohlarining ixchamligi yetishmasligi. Tadqiqotda ishlatilgan diagramma va jadval materiallari ma'lumotlarni vizual tarzda taqdim etsa-da, ularning izohlari yetarlicha batafsil emas. Bunda tadqiqot ishtirokchisi ma'lumotning mohiyatini tez va aniq tushunishda biroz qiyinchiliklarda duch kelishi mumkin. Bu holat ayniqsa statistik jihatlarni tahlil qilishda va ularning amaliy ahamiyatini baholashda sezilarli bo'lishi mumkin. Takomillashtirish uchun jadval va diagrammalarda qo'shimcha tushunchalarni, eslatmalarni, ko'rsatmalarning izohi va ularning tadqiqot konteksti bilan bog'liqligi kiritilishi lozim. Ikkinchi, termin va atamalarning takrorlanishi. Dissertatsiya matnida ba'zi ilmiy va kasbiy terminlar bir necha marotaba ishlatilgan. Bu esa matnni biroz og'irlashtiradi va o'quvchining diqqatini asosiy mazmundan chalg'itishi mumkin. Takrorlanish ayrim joylarda ma'lumotni mustahkamlash vazifasini bajarsa-da, ko'p hollarda matnning ixchamligini va o'qish qulayligini kamaytiradi. Ushbu kamchiliklar bartaraf etish uchun sinonimlar, qisqa ifodalar yoki terminlarning birinchi ishlatilishida batafsil tushuntirish kiritish tavsiya etiladi. Ushbu kamchiliklar tahririy xarakterga ega bo'lib, dissertatsiyaning ilmiy yangiligi, nazariy va amaliy ahamiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Dissertatsiya mustaqil bajarilgan, mazmundan tugallangan ish. Dissertant Akram va Gulhayo Mehriddin qizining bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining deontologik ko'nikmalarini rivojlantirish mexanizmlari dissertatsiya ishi dolzarbligi, natijalarning ilmiy va amaliy ahamiyati bilan bog'liqligi Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiyalarga qo'yilgan talablariga javob beradi va dissertant pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga munosib deb hisoblaydi. Rahmat Gulnoz Ne'matovna chuqur va mukammal tahlil uchun. Rasmiy opponent pedagogika fanlari doktori professor Qurbonova Gulnoz Ne'matovnaning taqririda bildirilgan fikr-mulohaza hamda ko'rsatib o'tilgan kamchiliklar yuzasidan javob berish uchun so'z Akramova Gulhayo Mehriddin qiziga beriladi. Avvalambor, qimmat vaqtlarni ayamasdan kelganliklari uchun ishimni sinchiklab o'rganib chiqqanlari uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Taqrizda ko'rsatilgan kamchiliklarni qabul qilib, keyingi bosqichda inobatga olamiz. Tadqiqot ishlarida inobatga olamiz. Rahmat. So'z navbatini ikkinchi rasmiy opponent pedagogika fanlari doktori, dotsent Boltayeva Mohchehra Jamshid qiziga. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Marhamat. So'z navbati sizga. Assalomu alaykum. Hurmatli kengash raisi, hurmatli kengash a'zolari. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli kengash raisi, hurmatli kengash a'zolari, barchangizni kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman.
Yangi kelayotgan 2026-yil barchamizni shaxsiy va ilmiy faoliyatimizga omad, qut baraka olib kelsin. Buxoro davlat instituti qoshidagi kengashda a'zolarni ko'rib turganimdan va ushbu tadqiqot ishiga rasman opponent sifatida tayinlanganimdan xursandman. Tadqiqotchini shu kungacha yetib kelgan marrasi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Va taqrimni vaqt reglamenti nuqtai nazaridan va hozir ayni damda boshqa zo'nda, boshqa himoyada ham ishtirok etayotganligim hisobidan faqat mulohazali joylarga to'xtalib o'tishni joiz deb bildim. Buxoro davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi Akramova Gulxoyom Mehriddin qizining bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining biologik ko'nikmalarini rivojlantirish mexanizmlari mavzusidagi 13.00.01 pedagogika nazariyati, pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosligidagi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiya ishiga taqriz ishni nuqtai nazaridan ko'rsatib o'tilgan mazmuni, strukturasi kengash a'zolarining qo'lidagi avtoreferatda aks ettirilgan. Shuning uchun bu qismlarga to'xtalib o'tirmaymiz. Umuman ish hozirgi kundagi dolzarb mavzulardan biri zamonaviy talablarga javob beradi. Tadqiqotchi tomonidan ilmiy tilda ravon yozilgan. Tadqiqot ishini ilmiy yangiligi, amaliy ahamiyatini asoslovchi barcha manbalar dissertatsiyani ichida va avtoreferatda aks ettirilgan. Tadqiqot ishini erishilgan yutuqlari bilan birgalikda ayrim juz'iy kamchiliklarini sanab o'taman. Birinchisi, ayrim bo'limlarda terminlar, masalan, deontologik tayyorgarlik, deontologik rezonans mazmuni izoh bilan berilgan. Bu narsa dissertatsiya ishini asosiy kalit so'zi hisoblanganligi uchun ham ushbu tushunchalarga dissertatsiya ichida kengroq ta'rif berib o'tilishi, yana bir bor aniqlashtirilishi va matnni tushunarliligini yanada oshirgan bo'lardi va dissertatsiyaning ilmiy ahamiyatini yanada oshirgan bo'lardi. Ikkinchisi esa jadval va diagrammalarda berilgan izohlar ayrim o'rinlarda ixcham yoki diagona uslubda rasmiylashtirilishi kerak. Ya'ni jadval va diagrammalarda berilgan ko'rsatilgan ko'rsatkichlar matn holatida ko'proq holatda aks ettirilgan. Ushbu holatni ixchamlashtirish vaqt talab bo'yicha dissertatsiyani hajmini yana bir qayta ko'rib chiqishni maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Lekin ushbu kamchiliklar tahririy va texnik xarakterga ega, dissertatsiyaning ilmiy yangiligi, nazariy amaliy ahamiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Dissertatsiya mustaqil bajarilgan, mazmunan tugallangan ish, dissertatsiya avtoreferati ham tadqiqot ishining asosiy mazmunini o'zida aks ettirilgan holatda keltirilgan. Chop etilgan maqolalar tadqiqot ishining approbatsion nashri sifatida to'g'ri va asosiy mazmunni aks etgan holatda nashr etilgan. Yakuniy xulosa sifatida shuni aytib o'tishim mumkinki, yuqorida ko'rsatib o'tilgan ilmiy kamchiliklar ishning ilmiy yangiligiga, natijalarning ilmiy va amaliy ahamiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Dissertant Akramova Gulxoyom Mehriddin qizining bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining deontologik ko'nikmalarini rivojlantirish mexanizmlari dissertatsiya ishi dolzarbligi, natijalarning ilmiy va amaliy ahamiyati bilan bog'liqligi, Oliy attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalariga qo'yilgan talablarga javob beradi. Dissertatsiyani pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori va ilmiy darajasini olishga munosib deb hisoblayman. Yana bir bora hammangizni kirib kelayotgan bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat. Sizga ham kirib kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin. Rasmiy opponent pedagogika fanlari doktori dotsent Boltayeva Muxcheva Jamshid qizi taqrizida bildirilgan fikr mulohaza hamda ko'rsatib o'tilgan kamchiliklar yuzasidan javob berish uchun so'z Akramova Gulxoyom Mehriddin qiziga beriladi. Marhamat. Avvalambor vaqtlarni ayirmasdan ishimizni diqqat bilan o'qib chiqqanlar uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Taqrizda ko'rsatilgan kamchiliklar keyingi tadqiqotlarimizda inobatga olamiz. Rahmat. Rahmat. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, muhokama va munozaraga o'tsak, bugungi muhokama qilinayotgan dissertatsiya ishi bo'yicha ilmiy kengash a'zolaridan so'zga chiquvchilar uchun reglament belgilab bo'lsa 5 daqiqagacha yetarli. Rahmat. Onlaynda ishtirok etayotgan hurmatli ilmiy kengash a'zolarida so'zga chiquvchilar bormi? Marhamat. Qo'ldoshev Rustam Abizmirovich, pedagogika fanlari doktori. Safarova
Rohat opa, marhamat. Gapiryaptilar nimani? Mikrofonni Mikrofonni chiqarmagan. Ekranga chiqaring, ekranga. Uzoq ko'rmayman. Yoqsana chiqarasiz. Mikrofonni Demak, bugungi kunda bo'lajak o'qituvchining kasbiy axloqi, madaniyatini rivojlantirish, uning mas'uliyatli o'z kasbiga bo'lgan mas'uliyati va professionalizmini tarbiyalash alohida ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan ushbu ish dolzarb hisoblanadi. Rasmiy opponentlarning fikrlariga to'la va mana dissertanti o'zi ma'ruzasini ham eshitdik. O'zi da'vogarlik qilayotgan ilmiy darajani olishga loyiq deb hisoblayman. Albatta, har bir ishda bo'lgani kabi bu ishda ham bir qator texnik kamchiliklar mavjud. Mana shu yo'nalishda, masalan, ijtimoiy tarbiya o'qituvchilarini tayyorlash yo'nalishida qilingan ayrim ishlar avtoreferatta ko'rinmadi. O'ylaymanki, keyingi faoliyatida bu narsalarga e'tibor beradi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Rahmat. Navbatdagi so'z Qo'ldosh Rustam Izmurodovich, marhamat. Haligi nima qilib Avvalambor Akram Abdulhayotovning rahbarini ushbu kungacha yetib kelganlari bilan tabriklayman. Haqiqatan juda chiroyli chiqish qildilar, savollarga aniq batafsil javob berdilar. Shu uchun nimani agar avtoreferatsiya o'sha ilmiy ishlar nashr qilingan bo'limni ham qarasangiz, demak bu yerda darslik bor, huquqiylanma bor, monografiya qilingan. Shu uchun demak barcha talablarga javob beradi. Dissertatsiya o'sha qo'yilgan barcha talablarga javob beradi. Shu uchun Akram Abdulhayotovning qizini bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining deontologik ko'nikmalarni rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish mavzusidagi 13.00 pedagogika nazariyasi va pedagogik ta'limotdan tarixiy ixtisosligi bo'yicha. Demak, shu darajani olishga loyiq deb hisoblayman va boshqalarni ham qo'llab-quvvatlashga chaqiraman. Rahmat. Yana so'zga chiqishlar bormi? Bo'ymurodova bu to'shtilar. Marhamat. Pedagog fanlar doktor professor. Akram va Gulhayo Mehriddin qizini bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining deontologik ko'nikmalarini rivojlantirish mexanizmlari mavzusi haqiqatan ham o'zlari ham hozir norasmiy chiqishga turgan o'sha professor o'qituvchilarimiz ta'kidlagandek juda ham dolzarb, chunki aynan jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy faoliyat jihatdan deontologik madaniyat, hozir Ro'xtapam Safari ham ta'kidlab o'tdilar, ma'naviy axloqiy jihatdan juda ham dolzarbligi va zaruratini keltirib chiqaradi. Aynan mavzuda bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini e'tiborli jihat nutqlaridan ham eshitdik. Tarixiy manbalarga murojaat qilinishi, tahlil qilinishi aynan bir e'tiborli jihatini ta'kidlab o'tadi deb o'ylayman ishni. Va Gulhayo Akramovani pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD darajasini olishga loyiq deb o'ylayman. Ishtirok qilib hozir tavsiflagandek chiqishlarida aynan o'sha tugallanganligi, dolzarbligini asoslanganligi, maqsadi, mohiyati shior qilib yoritildi. Barcha o'sha ilmiy kengash a'zolarini qo'llab-quvvatlashga chaqiraman. Rahmat. So'zga chiquvchilar bormi? Yetarli degan taklif tushdi. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, dissertatsiya bo'yicha rasmiy opponentlarning, kengash a'zolarining fikr mulohazalarini tingladik. Endi yashirin ovoz berish uchun hisob komissiyasi tarkibini saylab olishimiz kerak. Hisob komissiyasi bo'yicha kimda qanday takliflar bor? 3 kishidan iborat degan taklif tushdi. Demak, Qo'ldoshev Rustam Azizmurodovich, Saidova Mo'xinur Jonpo'latovna va Yuldasheva Dilora Nigmatovnalar tavsiya etilyapti. Kim ushbu taklifga rozi bo'lsa, qo'l ko'tarib munosabat bildirsin so'rayman. Rozilar, qarshi, betaraflar yo'q. Bir ovozdan ma'qullandi. Hisob komissiyasi ishini boshlashi mumkin. Marhamat, 5 minut ovoz berish natijalarini e'lon qilish uchun so'z saylangan hisob komissiyasi raisiga beriladi. Marhamat. Hisob komissiya majlisining bayonnomasi 2025-yil 26-dekabr Buxoro shahri. Saylangan komissiya tarkibi: Qo'ldosh Rustam Azizmurodovich, rais, pedagogik fanlar doktor professor, Yuldasheva Dilora Nigmatovna,
filologiya fanlari doktori, professor A'zo, Saidjon Mo'minurjon Belatov, pedagogika fanlari doktori, professor A'zo. Komissiya Akram Gulhayo Mehriddin qizining pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD ilmiy darajasi olishga qo'yilgan dissertatsiya yuzasidan yashirin berilgan ovozlar sanash uchun saylangan. Ilmiy kengash tarkibi 14 kishidan iborat tasdiqlangan. Ilmiy kengash tarkibida hal qiluvchi ovoz berish huquqi bilan qo'shimcha ravishda hech kim kiritilmagan. Majlisda ilmiy kengash a'zolaridan 19 kishi, shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 13 nafar fan doktori ishtirok etdi. 19 ta biletin tarqatildi, tarqatilmay qolgan biletinlar mavjud emas. Natijada 19 ta biletin borligi aniqlandi. Ovoz berish natijalariga ko'ra, Akram Gulhayo Mehriddin qiziga pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD ilmiy darajasini berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Tarafdorlar 19 kishi 100%, qarshilar yo'q, yaroqsiz deb topilgan biletinlar yo'q. Hisob komissiyasi raisi Qo'ldoshev, komissiya a'zolari Yo'ldosheva, Saidova, Mo'minurjon Belatovlar. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, hisob komissiyasining mazkur bayonnomasini tasdiqlab berishini so'rayman. Rozilar, qarshi, betaraflar yo'q. Rahmat. Bir ovozdan tasdiqlandi. Hurmatli kengash a'zolari, sizlarga dissertatsiya ishi bo'yicha kengash xulosasining loyihasi tarqatilgan. Xulosa loyihasi yuzasidan kimda qanday takliflar bor? Rahmat. Asos sifatida qabul qilinsin degan taklif bo'ldi. Kim mazkur taklifga rozi bo'lsa, ovoz berishini so'rayman. Rahmat. Rozilar, 100%, qarshi, betaraflar yo'q. Rahmat. Bir ovozdan tasdiqlandi, ma'qullandi. Endi ruxsatingiz bilan dissertatsiyaning tasviriy belgilarini ko'rib chiqsa, barchaga tarqatilgan. Dissertatsiya natijalarining xususiyatlari. Dissertatsiya natijalarining yangilik darajasi 201. Rahmat. Dissertatsiya natijalarining qiymati Yuqori 3.2. Rahmat. Dissertatsiya mavzusining rejadagi tadqiqotlar bilan aloqadorligi 4.2. 4.2. Rahmat. Amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalaridan qay miqyosda foydalaniladi? 5.3 tamom. 5.3. Rahmat. Amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalaridan keng foydalanish yuzasidan tavsiyalar. 6.1. Rahmat. Dissertatsiyaning tasnifiy belgilari tasdiqlansin degan kengash a'zolaridan ovoz berishlarini so'rayman. Rozilar, 100%, qarshi, betaraflar yo'q. Rahmat. Bir ovozdan qabul qilindi. Hurmatli kengash a'zolari, endi qaror qabul qilishimiz lozim. Demak, qaror qilindi. Birinchidan, Akramova Gulhayo Mehriddin qizining bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining deontologik ko'nikmalarni rivojlantirish mexanizmlari mavzusidagi dissertatsiya ishi tugallangan ilmiy tadqiqot bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining falsafa doktori, PhD dissertatsiyalariga qo'yiladigan talablarga to'liq javob beradi. Ikkinchidan, Akramova Gulhayo Mehriddin qizi 13.00.01 pedagogika nazariyasi pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosligidan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD ilmiy darajasini olishga loyiq. Ilmiy kengashning ushbu qarorini tasdiqlash O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasidan so'ralsin. Hurmatli kengash a'zolari, mazkur qarorni tasdiqlash uchun ovoz berishini so'rayman. Ro'zilar 100%, qarshi, betaraflar yo'q. Rahmat. Bir ovozdan ma'qullandi. Yakuniy so'z talabgor Akramova Gulhayo Mehriddin qiziga beriladi. Marhamat. Muhtaram rais va hurmatli ilmiy kengash a'zolari, dissertatsiya himoyamga o'z vaqtlarini ayamasliklaringiz uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman va ilmiy kengash kotibi Akrama Gulbahor Inatovnaga va ilmiy rahbari Mamnun Bahodir Baxshilayevga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Kengash a'zolariga barchalaringizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat. Akrama Gulhayo Mehriddin qizi sizni va o'z a'zolaringizni bu muvaffaqiyat bilan tabriklaymiz. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, barchangizga kattakon rahmat. Bugungi kun tartibida qo'yilgan masala ko'rib chiqildi. Fursatdan foydalanib, barchani kirib kelayotgan yangi 2026-yil bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Barchani xonadoningizga sog'lik, salomatlik, qut baraka tilab qolamiz. 2026-yil barchamizga omadli va fayzli kelsin. Jumladan ilmiy kengash faoliyatiga omadlar tilab qolamiz. Ishtirok uchun kattakon rahmat. Sog' va salomat bo'linglar.